Assalomu alaykum, hurmatli yetkazib beruvchilar. Ushbu video yo'riqnomada sizlarni Xarid.uz saytida buyurtmachi tomonidan sizga yuborilgan elektron to'g'ridan-to'g'ri shartnomani qabul qilish jarayoni bilan tanishtirib o'tiladi. Shaxsiy kabinetga kirganingizda chap tarafda to'g'ridan-to'g'ri elektron shartnoma varaq sahifasiga bosiladi va siz to'g'ridan-to'g'ri elektron shartnomalarni ko'rishingiz mumkin. Bu shartnomalar sizga buyurtmachi tomonidan ma'lumot kiritib yuborilgan bo'ladi. Bu yerda hozir bir nechta shartnomani ko'rib turibmiz. Avvaldan kiritilgan holatiga e'tibor beramiz. Принят holatidagi shartnomalar bu siz tomonidan avval qabul qilingan shartnoma hisoblanadi. Отказ членов комиссии holatida turgani esa buyurtmachi tomonidan sizga yuborilgan, ammo buyurtmachi tomonidan tasdiqlovchi shaxs belgilangan yurist yoki boshqa xodim bo'lishi mumkin. Shu xodim tomonidan rad etilgan bo'lsa, shu holatda chiqadi. Bu holatda buyurtmachi ushbu shartnomani qaytadan tahrirlab sizga yuborganda yangi shartnoma ko'rinishda va ожидание подтверждения от поставщика holatida sizga ko'rinadi. Hozir bu sahifada 3 ta shartnomani ko'rishimiz mumkin. Buyurtmachi tomonidan kiritib yuborilgan, siz tomonidan tasdiqlashni kutib turibdi. Amallarga bosganimizda elektronniy договор от заказчика so'zi ustiga bosiladi va sizga shu shartnoma haqidagi ma'lumot ko'rsatib beriladi. Ma'lumot bilan tanishib chiqasiz. To'ldirilishi kerak bo'lgan kataklar to'ldirib chiqiladi. Ta'sischi va benefitsiar degan kataklarida siz boshqa ma'lumot kiritmoqchi bo'lsangiz, plus belgisini bosish orqali boshqa ma'lumotni kiritib saqlashingiz va foydalanishingiz mumkin. Bu yerda ma'lumotlar ham to'ldirib chiqiladi. Bank rekviziti ma'lumotlari, hisob raqamingiz kiritiladi, NDS ma'lumoti kiritiladi va qo'shimcha ma'lumot katagida qo'shimcha izoh, kommentariy bo'lsa kiritish mumkin. Ma'lumotlarni to'ldirib bo'lganingizdan so'ng предварительный просмотр tugmasi bosiladi va ko'rib chiqishingiz mumkin shartnoma qaysi ko'rinishda shakllanadi. Biror holati noto'g'ri to'ldirilgan bo'lsa, отклонить tugmasini bosishingiz mumkin. Agar to'g'ri to'ldirilgan bo'lsa, принять tugmasini bosasiz. Mana bu yerda утверждающие лица katagida buyurtmachi tomonidan biriktirilgan yurist xodim lavozimi ham ko'rsatilgan. Bu ma'lumot ham ko'rinadi. Принять tugmasi bosiladi va yuborish tugmasiga bosiladi va har bir harakat albatta eriy kalit paroli yordamida tasdiqlanadi. Va tasdiqlaganingizdan so'ng ma'lumotni ko'rish uchun yana shu sahifaga takroran tushiladi. Mana siz tasdiqlagan shartnoma va ожидание подтверждающих лиц holatida statusida ko'rinadi. Ya'ni bu degani buyurtmachi sizga shartnomani kiritib yubordi, siz uni tasdiqladingiz. Endi buyurtmachi tomonidan tasdiqlovchi shaxs o'zining eriy kaliti yordamida Xarid.uz saytiga kirib tasdiqlashi kerak bo'ladi. Shundan so'ng shartnoma holati принят holatida sizga ko'rinadi. Sizga ko'rsatmoqchi bo'lgan qisqacha ma'lumotimiz shu. Elektron to'g'ridan-to'g'ri shartnoma haqida. E'tiboringiz uchun rahmat.